Voydod, okaginam, bunaqa matoni men qaydan topaman? Ishoning, siz o'g'lingiz uchun shaxsan Xitoy davlatdan keltirilgan buni choklarga, dizaynlarga alohida ahamiyat beramiz. Chunki uncha-muncha firmalar druhpotli bilan sport klass uyg'unlashtirmaydi. Lekin bizning firmamiz bu ikkitasini uyg'unlashtirib, siz o'g'lingiz uchun alohida model yaratilgan. Buni qaplamalarni ko'rasiz, yo'llarga, sifatlar bir-biriga juda yarashib turibdi. Okajonim, shimlarimiz har doimgidek alohida tema. Chunki ko'p bola bilaman, shimga ozgina muammo bo'ladi, lekin afaritda bunaqa muammo bo'lmaydi. Chunki barcha bolajonlar bizning firmamizning shimini juda yaxshi ko'rib kiyishadi. Buni beli sport klass uslubidagi rezinkali bo'ladi. Ko'p bolalar druhpotli kostyum shimni oldini yechib yurishadi, lekin bu noto'g'ri. Chunki bu modelga tugmasini qadab yurish juda ham yarashadi. Bu lookimiz yoqqan bo'lsa, yaxshi niyatda o'g'limga kiyzaman degan bo'lsangiz, yurakchani qizartirib qo'yamiz. Bu videoni hech kim kiymagan kostyum shimni o'g'limga olib beraman degan ota-onaga jo'natib qo'yamiz. Afarit, siz doim yaxshi kunlaringizda, tunu kun xizmatda.